Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum Qirg'iziston elim. Mana inshaalloh bugun Eid Qurboni ikkinchi kuni Aravon Saxovat hadiya gruppasi o'z ishlarini yana davom ettirmoqda. Inshaalloh bugungi bizi ehsonlarni yetkazib beradigan manzillarimiz Tepaqo'rg'on uchastkasi, Lenin uchastkasi, Gulbahor, Mang'it, Markaz, Oktyabr uchastkasi, Chekevod, Ko'chibayev, Jdanov, shunga yana kommunizm, ya'ni do'stlik ayli hukumati, Santalatxon Yusupov ayli hukumati. Shu yerlarga inshaalloh bolalarimiz safarbar bo'lishga tayyor bo'lib turibdi. Alloh izni bilan, Alloh yordami bilan mana bu yilgi tarqatadigan ehsonlarni kolичествоsi ham o'tgan yilga qaraganda ancha ko'p bo'ldi. Kamiga produktlarimizni sifatlari ham yanada oshdi. Inshaalloh bu yildan keyingi yana ham bu ishlarni ko'paytirishlik uchun, yana ham bu ishlarga ko'proq hissa qo'shishlik uchun Aravon Saxovat hadiya fondi o'z xizmatlarini ayamasdan tayyor turishadi. Inshaalloh Xudo xolasa biz Qirg'iziston elimizga, qolaversa mana shu Aravon eliga rahmat aytamiz. Alloh bu ehsonni qilganlardan, bu qurbonlik qilganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh Allohning yordami bilan, Allohning izni bilan biz yana sizlarga bu videoda keyingi videolarimizda kimlarga tarqatyapmiz, kimlarga beryapmiz, qanaqa holatdagi insonlarga tarqatyapmiz, shularni ko'rsatib boramiz. Sizlardan hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hammanglarni xonadoninglarga qut baraka, molinglarga, joninglarga baraka bersin. Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana shunday qurbonliklarga, ehsonlarni tarqatadigan holatga qodir qilib qo'ysin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek, bu gapni doim aytamiz. Inshaalloh ehsonni mukofoti ehson. Agarda biz ehsonni berib bu dunyoda mukofot ololmayotgan bo'lsak, albatta qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo o'zining ulushidan nasibador qiladi. Biz umid qilamiz inshaalloh. Mana shu ehson qilganlarning hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo mushkullarimizni oson qilsin, safarlarimizni bexato qilib, o'z egalariga omonatlarni yetkazib berishini Alloh bizlarga kuch-quvvat bersin. Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh, Allahu akbar, Allahu akbar va lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh, Allahu akbar, Allahu akbar va lillahil hamd. Taqabbalallohu minna va minkum. Eid mubarak alayna va alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga qo'yayapman? Nalarni shu yoqqa qo'yib qo'yaymi? Assalomu alaykum. Aytlar meni. Allohu akbar. Aytlar yaxshi o'tkazaman. Kan kim? Assalomu alaykum. O'sha qo'ydilar chiqani. Acaba endi bir Aravon eline duo qilib berasizmi? Shu elning nimalari? Allohu akbar. Rahmat aytadi o'tizini. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Xayrli qulluq bo'lsin. Aravon Saxovatdan keldik biz. Tuzimsiz? Mana shu qo'yib deydigan. Kaç?
Karıştırıyorsun. Ayağım panıyorum böyle. Kıra ver verin kıra. Ayağım panıyorum böyle. Panıyorum ya. Yaxshimi Hojidoy? Bo'ldi, yaxshi o'tirdimi? Qulluq bo'lsin, qulluq. Amin. Sana şey düşüp Hamide. Hamide. Tinch bo'linglar. Allohu akbar. Sog' bo'ling. Hayitlar qutlug' bo'lsin endi. Qani, Hojidoy, qara qo'yaylik. Ha, mana buni qo'y. Nima qilaver? Ya, bismillah. Ha, mana. Salqinga qo'yib qo'yaymi? Ya, bismillah. Hojidoy, Arvon soatni mana shu Arvon eli himmat qilib qilganiga mana shular tarqatib yuribmiz. Shularga bir duo qilib berasizmi? Ilohim amin. Hammamiz shu ya'ni hayitlarga hammamiz sog' salomat bola chaqamiz bilan tinch bo'laylik. El yurtimiz tinch bo'lsin, Qirg'iziston bundan buyon o'rni bo'lsin. Tan joninglar sog' bo'lsin sizlarga. Alloh rozi bo'lsin, berganinglarga ko'pga bersin, ko'p qo'tar shularga bersin. Allohu akbar. Tinch bo'linglar. Sog' bo'ling Hojidoy. Assalomu alaykum. Hojidoy, hayitlar qutlug' bo'lsin. Tuzingizlar? Sog' salomatmisizlar? O'tkazyapsizlarmi hayitlar? Qayerga qo'yib qo'yaylik? Shu yerga qo'yib qo'yaylik-a, mana. Mana bu go'sht edi, mana bu. Buni qo'lga olib oling, mana go'sht bu. Buni mana shu yerga qo'yib qo'yaylik. Mana. Ilohim amin. Xudoyim sizlar bizni yo'qlasizlar hamisha. Sog' bo'linglar. Bizga hamisha bergan bo'lsalaring sizlarga Alloh hamisha qo'llasin. Amin. Hamisha rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar. Amin. Hamisha bizni yo'qlaganlar Alloh hamisha ishlaring o'ngidan kelsin. Amin. Ya'ni mana shu hayitlarga hammamiz sog' salomat yuraylik. Allohu akbar. Hojidoy, rahmat. Yaxshi o'tkazinglar hayitlarni. Bo'pti, xo'p. Alloh razı Hozir g'ola mana. Qani. Boyuncalardan umur versin. Allah'ımızı başlıyor. Hacılarga başlıyor. Amin. Allah'ın Xudoyim barakasini bersin sizlarga ham. Amin. Besonlar razı bersin. Amin. Hamisha qo'shilishinglar bo'lsin. To'ylarni qilinglar. Amin. Allohu akbar. Rahmat, yaxshi o'tkazinglar hayitlarni. Bo'pti. Assalomu alaykum. Salomat. Hayitlar qutlug' bo'lsin. Tuzingizsiz? Sog' salomat. Ha, o'zi qanday? Sog' salomat yuribsizlarmi? Mo'jicha hadyalar bor edi, hoji aka. Hadyalar bor edi. Berib qo'yaylik sizlarga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? O'tiring, mayli, o'tirib oling. Moni ketganchi? Aka, hayitlar qutlug' bo'lsin. Ilohim. Aka-ukalarimizga. Shunday qilib o'ynab kulib topganinglar Amin. to'y tomoshalarga nasib ro'z aylagan bo'lsin. Amin. Bolalaringlarga bosh qosh bo'lib Amin. o'ynab kulib yuringlar. Amin. Allohu akbar. Hayitlar yaxshi o'tkazinglar. Bo'pti, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Xola, hayitlar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Sizlar hayitlar o'tkazyapsizlarmi? Sog' salomat. Rahmat. Hozir. Bu. Qani? Amin. Nima niyatda olib kelgan bo'lsalaring, niyatlaringni Alloh bersin. Bizga birdi bergan bo'lsalaring, sizlarga mingta bersin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Bolalarim rahmat. Bolalarni yo'qlab. Bo'p, xola. Yaxshi o'tkazinglar hayitlar. Bo'pti, rahmat. Duo bering. Alloh yo'qlasin, hammamizni tan jonimiz sog' bo'lsin. Ilohiy hayotlarga hamisha mana shunday yaxshi kunlarda Alloh Amin. yo'lida insoniylarni qabul qilib Allohim o'zi hammamizni Alloh yo'qlasin. Hamisha mana shunday hayot kunlarda ko'raylik. Allohu akbar. Aka. Assalom. Qayerga? Mana shu yerga qo'yib o'taylikmi? Qaqa, mana shu yoqqami? Ha, bo'ldi mana. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Tuzingizlar? Bu narsalar biz o'tirmaymiz, biz mana narsalar qo'yib ketamiz. O'tiringiz, hozir. Mana. Hayitlar qutlug' bo'lsin, xola. Tan joylaring sog' bo'lsin. Duo qiling. Turpa qosalaring oltin bo'lsin. Olinglar, oldirmanglar. Dastgollaringga bersin. Betlaring to'la nur bo'lsin, cho'ntaklaring to'la pul bo'lsin. Tan joylaring sog' bo'lsin. Turpa qosalaring oltin bo'lsin. Olinglar, oldirmanglar. Bola chaqalaringni orzu havosini ko'ring. Bizni yoshimizdan ham o'tib yuringlar. Allohu akbar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hayot kiyim tanladik. Qani?
Yo'q, hayitlikda hayitlikda ham qo'yaveradimi? He? Qani? Bismillah. Hop. Hop ana. Ana, qulluq bo'lsin. Bo'pti, sog' bo'linglar, bo'pti. Mana bu qo'ying. Ko'p qo'ying shunga. Sizlarga va kasblarga baraka bersin. Nimaiki maqsadlari bo'lsa Alloh. Amin. Allohu akbar. Aka, xayrlar yaxshi o'tkazinglar. Bo'pti, xo'p, sog' bo'linglar. Bismillah. Assalomu alaykum. Yo, bolalar, ey. Zo'r bo'pti-da, mana qatga matga qo'yib qo'yaylikmi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Mana sizni ko'rgani Aravonli yigitlar kelibdi. Saxovatdan, Aravon Saxovatdan. Assalomu alaykum. Xola tuzimisiz? Sog' salomatmisiz? Yaxshiman. Shu xayrli qilib keldik, shu Aravon elidan, Saxovat fondidan. Bitta duo bering, aya. Bo'pti. Bitta duo qilib bering endi. Qani? Ilohumin, ilohumin. Olam tinch bo'lsin, ha? Amin. Ahvolinglarga, baxtinglarga olam tinch bo'lsin. Tanjoninglar sog' bo'lsin, ishinglar o'ngdan bo'lsin. Amin. To'rmijanglar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Amin. Rizq-joylarda bo'lsin. Asam, xo'rlik, zolik, kamlik, jo'shlik Amin. totmanglar. Rahmat xola, xayrlar yaxshi o'tkazinglar, bo'pti. Mana shu qo'yib qo'ydim. Mana shu qo'ydimmi? Bu. Aka-ukalarimiz himmat qilishgan. Sizlar bizga beryapsizlar. Alloh sizlarga minini bersin. Amin. Bizlarni yo'qlaganlarni Alloh sizlarni yo'qlasin. Amin. Rahmat. Sizlarga barakasini bersin. Amin. Bizni shunchalik yo'qlab kelganlar uchun Alloh sizlarni yo'qlab hojilarga borishlik nasib qilsin. Amin. Bola chaqalarning umrini, rizqini ko'rishlik sizlarga Amin. nasib qilsin. Allohu akbar. Hayitlarni yaxshi o'tkazinglar. Bo'pti, xo'p, sog' bo'linglar. Qayerga qo'yib qo'yinglar, ayam ularni. Bu qayerga qo'yib qo'ying narsalarni. Bo'ldi mana. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Tuzimisiz? Bitta. Ha, bu Aravon Saxovat fondidan keldik. Aravondan keldim. Ha, el jicha shu hadiyalar ulashgan ekan, sizlarga bir ulashaylik deb keldik. Bir duo qilib bering. Amin. Amin. Omadli bo'lsin, ishingizga rivoj bersin. Amin. Bola chaqalaringizni orda havasini ko'ringlar. Amin. Meni yo'lagan bo'lsang, Alloh sizlarni yo'lasin. Amin. Allohim hech qachon xato bo'lmanglar. Amin. Ishlardan tushmanglar, salomat Amin. Allohu akbar. Rahmat xola, xayrlar yaxshi o'tkazinglar. Bolaringlar orzusini ko'ringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya bismillah. Assalomu alaykum. Mana xola, buni Aravon hadiya fondidan bolalar, aka-ukalarimiz, Aravondagilar hammasi ehson qilishibdi hadiyalarni. Ashlarga bir duo qilib bering endi. Bizga berishlar minini bersin. Bizni yo'qlashlar, sizlarni Xudo yo'qlasin. Amin. Malaringiz rivoj bersin. Ota-onalaring baxtlaringiz sog' salomat yursin. Amin. Allohu akbar. Hayitlar yaxshi o'tkazinglar xola.